Xayrli aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ha, nima yuguribsiz? Ha, mana mashinangiz bo'lsa, вообще chiroyli qilib emblemalar qo'yib olgan bo'lsangiz, nima yuguribsiz? Aka hozircha yugurib turing. Prom yo'q baribir akajon. Praviz yo'q. Prom yo'q. Mana Qorasuv avtomaktabi. Hozir men sizni olib kiraman. Ishingizni hal qilamiz. Bo'ldi akajon. Bitta pravami? Qanaqa bitta prom? Yuring qani akajon. Mana olib keldim Qorasuv avtomaktabiga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Zo'rmisiz? Charchamasizmi? Shuhrat aka, bu insonku ko'chada yugurib yuribdi-da. Mashina bor, lekin peshkom yugurib yuribdi. Bitta shunga pravo qilib bering. Pravo bering aka. Manzilni to'rtanlabdi-da. Aka shu menga o'xshab yugurib yurganlarga bir manzilni tushuntirib yuboring. Samarqand shahri Qorasuv massivida joylashgan. Undan tashqari filiallarimiz bor. Pazarg'om tumani, Juma shahrida, keyin Go'zalkent Qo'rg'onida joylashgan filiallarimiz. Dagbitskida ham bor. Ya'ni Samarqand shahridagi shu o'quvchilarga qulaylik yaratish uchun. Bu qanday bu qulayliklari bor bo'lgan, nima uchun bo'lgan murojaat qilish kerak? O'qituvchilarimiz, malakali o'qituvchilarimiz bor. Bundan tashqari instruktorlarimiz ham, mashg'ulotlarimiz to'liq avtodromda o'tkaziladi. Narx-navolari boshqa avtomaktablarga qaraganda bizlarda arzonroq, ham sifatli. Kelingizlar, kutib qolamiz. Yaxshi akamiz topib oldik, mana xudo xolasa pirovali bo'lamiz. Xayrlarga endi peshkom yurmaysiz, chopib yurmaysiz, endi mashinangiz. Nasib. Qorasuv avtomaktabi alfabetda nechta harf bo'lsa, ha bo'lsa xohlagan provangizni oling. Bo'ldi. Rahmat.